ko'tarar ekan. Men faqat iltimos shunga ham hidiz o'tirib qolmasin. Tinchlikmi, pochcha? Opang taksikozga, короче, uyda problema. Ha, pochcham gazovlash xizmat qilsa. Pochchini vashi hidi yoqmayapti. Senga endi yoqmayapti, menga boshdan bosh yoqmaydi. Uyga kiritmayapsanmi? Bir hafta bo'ldi, mashinada yotib yuribdim. Aytgancha, agar nimadir yeging kelsa, pochchani o'raqima, menga aytgan. Rostdanmi? Ha, Pastdagi shashlikdan yegim kelib qoldi. Olib chiqib ber. bo'lib olib kelaman. Faqat pulini berma. O'g'irlangandan yegim kelyapti-da. Mana shashlik tayyor. To'xta, qoch, bor, ushla. Nima bo'ldi? Bilmasam, yiqilib tushdimmikan ha? Alo. Ana. Jiyaning dovcha deyapti. Daraxtlarda ham yo'q dovcha. Ichingga alav. Yarim kechqurun dovchaga, balobon bozorga. Aka, rahmat. Bu telefonni o'chirib uxlab bordimi? Uxladi 2000 ga. Dovcha qayerdan topsam bo'ladi, dovcha? Dovcha? Mana ko'rmayapsan, mana anhordan o'tganida ana daraxt. Ko'ryapsanmi? Ana shunda dovcha bor. Ana olib keldim. Men senga birinchidan bunaqa dovcha demagandim. Telefoningni yoqib qo'yganda etardim. Men bunaqa dovcha deb. Qo'lingdagi dovcha faqat bahorda bo'lsa, yurtimda dovcha yil 12 oy bor. Undan tashqari dovchani marojnisi ham chiqqan. Shuncha joydan olib kelaman, bitta dona bo'lsa ham ye. Уже olcha yegim kelyapti. Yurtim olcha nech pul?